Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Biz uzoq yaqindan kuzatib borayotgan qadrdonlar, yaqinlar, savdogarlar kanalining hurmatli kuzatuvchilari, obunachilari. Bugun biz mana 27-mart payshanba kunida turibmiz. 2025-yil tom yopish uchun bo'lgan tom yopadigan materiallarni narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyat Marg'ilon shahrida. Shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsalaringiz, manzillarimiz, raketsalarimiz bor. Точный manzilimiz Farg'ona viloyat Marg'ilon shahrida. Biz bugun 3 metrdan tortib 6 metrgacha uy to'sinlarni ko'rsatamiz. Shunaqa ayvon to'sin, uy to'sin, boy to'sin, chiroyli bir ko'rkam qilib terib berganmiz. Mana zakaz qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Uzoq yaqindan turib, masofadan turib behijolat biz narxlari bilan tanishtirishni boshladik. Birma-bir daftar ruchka olib narxlarini solishtirib olishingiz mumkin bo'ladi. Farg'ona viloyat Marg'ilon shahrida. Agarda 10 million so'mdan yuqori bo'lgan savdoga vodiy ichi Namangan, Andijon, Farg'ona, Qo'qon shu barcha vodiyimiz ichi bo'lsa 15 million 20 millionlik savdoga dastavka bepul bo'ladi. 100%. Agar Toshkent viloyat, Toshkent shahar voha tomonlar bo'lsa kelishilgan holatda, xudo xolasa chiroyli qilib aytilayotgan narxlarimizdan kelishtirib, mashinalarni arzon qilib gaplashib, ishlarini bitkazib beramiz. Qashqadaryo, Surxondaryo, shu Toshkent shahar, Toshkent viloyat tomondagi ponni akalarimiz ham ikkilanmasdan aloqaga chiqishaveradi. Biz boshladik narx-navolari bilan tanishtirishdi. 4 metrli to'sinlarimizdan boshlaydik mana. 4 metrli to'sinlarimiz juda ham chiroyli holatda bo'ladi. Mana uzunligi 4 metr. Bu 3.30, 3.5 joylarga tushadigan mos holatda bo'ladi to'sinli. Korobka holat 3.30, 3.5 joylarga tushadi. Uzunligi 4 metr. Shular 75 ming so'mdan beryapmiz. Bundan chorroqlari ham bor, 65 ming so'm, 60 ming so'mdan beramiz. Uni ham videomiz davomida ko'rsatib boramiz, kuzatib borsalaringiz. Bu mana 4.5 metrli to'sinimiz. Mana holatlari juda ham ideal holatda. Uzunligi 4.5, bu 380 4 metr, 360 joylarga tushadigan 450 lik to'sinimiz. Donasi 120 ming so'mdan beryapmiz. Yonidagi 5 metrli boy to'sinimiz mana bir xilda terilgan, padbor, ichida ingichkasi yo'q, boshqasi yo'q, yomoni yo'q, egrisi ham yo'q, tekis xudo xolasa chiroyli holatda bo'ladi. Mana shular donasini 200 ming so'm beryapmiz. Uzunligi 5 metrli to'sin. Holati juda ham a'lo holatda. Mana oldidagi 5 metrli to'sinimiz sredniy holatdagi to'sinlarimiz mana. Mana shularimiz donasini 150 ming so'mdan beryapmiz. Holati yaxshi. Uzunligi 5 metrli. Bu yonidagi mana 4.5 metrli mana chiroyli to'sinlarimiz 120 minglik holati. O'ta ham go'zal holatda bo'ladi. Yangi terilgan chiroyli holat. Xo'p, bularimiz endi 6 metrli to'sinlarimiz mana. 6 metrli to'sinimiz o'ta ham baquvvat. Juda ham seryozni to'sin bo'ladi. Uzunligi 6 metr mana. Donasi 220 ming so'mdan beryapmiz. Hurmatli yurtdoshlarga 200 ming so'mdan hisoblayveramiz bir donasini. Holati juda ham zo'r holat. 6 metrli uy to'sin, 525 metr joylarga tushadigan holatda bo'ladi. To'sinlarimiz va assortimentlarimiz serob, ikkilanmasdan aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Endi mana 4 metrli mana o'rtacha holatli to'sinlarimiz mana. Bularni ham 75 ming 80 mingga sotamiz. 70 ming so'mdan hisoblaymiz. Holati yaxshi. Mana bu 5 metrli strapilamiz mana. Uzunligi 5 metr. Bu strapilaga, ustunga, kashakka, qandaydir bir tortmalarga tomni baquvvat qilish uchun yog'ochlarimiz donasi 45 ming so'mdan, uzunligi 5 metr. Buni 5 metrli baquvvat yog'ochimiz, bu sarrob deyiladi, shifer tagiga strapila qotirishadi bunga. Donasi 60 ming so'mdan. Bu 6 metrli strapilamiz mana, 6 metrli strapilamiz juda ham zo'r holatda mana. Donasi shularimiz 45 ming so'mdan
55 ming so'mgacha bo'lgan holatlari bor. 6 metrli strapili. Bu 6 metrli sarropimiz bu. Juda ham zo'r holat. Uzunligi 6 metr. Buni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Holati juda ham zo'r holat. Shularimiz 70 ming so'mdan 85 minggacha bo'lgan holatlari bor. 85 mingli bir xil holat bo'ladi. 70 mingli o'rtacharoq holatida bo'ladi mana. Oldi strapilar mana 55 mingli holati mana 6 metrli. Bular mana 4 metrli lagalarimiz. Ularimiz masofasi kalta joylarga, loy bosilmaydigan joylarga to'sinni qatorida ham tashlab yuborsa bo'laveradi. Uzunligi 4 metr. Bir donasi 50 ming sotyapmiz, 45 ming so'mdan hisoblayveramiz. Uzunligi 4 metr. Endi mana 3 metrli lagalarimizdan boshlaydik mana. 3 metrli lagalarimiz mana holati zo'r holatda mana 35 mingli holati 3 metrli laga. Bu sarropdagi ustunga qo'yiladi. Shu 3 metrli to'sinlarimiz mana. 50 mingli holatlari mana. Yonidagilari 65 mingli holatlari mana. 3 metrli. Xo'p, 5 metrli strap sarroplarimiz mana 45 ming so'mdan donasi. Sarropligimiz 60 ming so'mdan mana. Baquvvat holat. 6 metrli strabilamiz mana 50 mingli holatlari mana. Barcha yog'ochlar bor, tom yopish uchun kerakli bo'lgan. Ikkilamasdan ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyat Marg'ilon shahrida. Endi hozir aradan chiqqan qilaraman mahsulotlarini bir tanishtirib o'tamiz. Narxlari bilan kuzatib boringlar. Aziz qadrdonlar, yurtdoshlar, videomizga chiroyli like bosib qo'yasizlar. Like bosib, o'ng tomon podpisatsiya knopkasini bossalaringiz, obuna bo'lasizlar. Biz shunaqa kiritib borayotgan videolarimizdan xabardor bo'lib turasizlar. Like bossalaringiz, shu videomiz tarqalishiga, insonlarga shu yaxshilik bo'lishi uchun bir chiroyli imorat solishlariga yordam bergan bo'lasizlar. Like bossa ishdan chiqmasin. Aziz qadrdonlar, sizlardan xursand bo'lamiz. Mana endi hozir vassaligimizga keldi navbat. Narxlarini bir bor tanishtirib o'tamiz vassalarimizni. Mana qatoriga 15 tadan terilgan, 10 ta, 12 ta bas. Mana kelib ko'rib, video vizitdan telefon qilib bir ko'zlarim bilan ko'rsalaringiz bo'ladi. Mana qatoriga 15 tadan terilgan 1 kvadrat metri 12 ming so'mdan beryapmiz. 12 ming so'mdan 14 ming so'mgacha bo'lgan holatlari bor. 2 metrga bag'i 2 metr, bir qatori 4 kvadrat bo'ladi. Avulimiz mana garbil vassamiz mana. Yana biriga uzunligi 4 metrli holat, bir qatori 4 kvadrat bo'ladi. Loy bosiladigan vassaligimiz mana. O'rtalarida uloqlari bo'ladi. 1 metr, 2 metr, 2,5 metr, 3 metr. Shunaqa holat. Faqat biz 4 metrga olib turib, kvadrat chiqarishga terib qo'yganmiz. Endi biriga uzunligi 4 hisob bo'lgan, bir qator 4 kvadrat bo'ladi. Adashmasligimiz uchun 4 kvadrat bir qator. 10 qator olinsa 40 kvadrat, 100 qator olinsa 400 kvadrat bo'ladi. Bularimiz kvadrat metri 15 ming so'mdan beryapmiz mana. Endi bunaqa uzun vassamiz bor mana. Ko'ryapsizlar, holatlari yaxshi. Uzuni ko'p, kaltasi kam bo'ladi. Buni ham kaltasi bo'ladi-yu, kam bo'ladi. Bu ponni ulag'i bo'ladi. Bu kaltasi kam, uzuni ko'p bo'ladi. 1 kvadratda 18 ming so'mdan mana. 1 kvadrat metri 18 ming so'mdan beryapmiz. Bularimiz mana 2 metrli strapilamiz mana. Eni 12 ga, qalinligi 4, uzunligi 2 metr. Bu qo'llarga vazifa. Shu strapilalarning qo'shimchasiga shapka chiqarish uchun ishlaydik. Uzunligi 2 metrli, donasi 20 ming so'm beryapmiz. Bu oldi 2,5 metrligi mana. 25 ming so'mdan. Bu 2,5 metrli brusimiz mana. 50 ming sotyapmiz, 45 ming so'mdan hisoblaymiz. Mana N13 ga qalinligi 7, uzunligi 2,5 metrli. Bu 2 metrli holati mana.
donasi 30 ming so'm beryapmiz shularni. Endi 5 metrli strapilamiz keldi navbat. Mana 5 metrli o'ta ham go'zal holatdagi strapilamiz. Eni 12 ga qalinligi 4 mana. Eni 12, qalinligi 4, uzunligi 5 metrlik bo'lgan holat, donasi 70 ming so'm beryapmiz. 75 ming so'mgacha berilyapti. Hurmatli aziz yurtdoshlarga, aloqaga chiqqanlarga, zakaz qilganlarga 70 ming so'mdan hisoblaymiz. Bu mana 13 ga 7 lik brusimiz mana. Uzunligi 4 metrlik mana. Eni 13, qalinligi 7, uzunligi 4 metr, bir donasi 85 ming so'mdan beryapmiz. Brusimiz bilan. O'ta ham go'zal holat. Bu tozasi mana, bitta ham yari bila yo'q, bu nolovka. U tomoni ham 4 burchak, bu tomoni ham 4 burchak. Uzunligi 4 metr, shular 100 minggacha berdik. 95 ming so'mdan hisoblaymiz donasini. Zakaz qilganlarga. Uzunligi 4 metrlik. 3 metrli brusimiz mana. Eni 13 ga, qalinligi 7, uzunligi 3 metr. Ular masofasi kalta joylarga to'sinni qatorida tashaladi. Kremichkaga ham ishlatsa bo'laveradi. Buni 2 metrligini ham, 3 metrligini ham, 2,5 metrligini ham. Xo'p, donasi 60 ming beryapmiz, uzunligi 3 metr. Bularimiz 3 metrlik strapilamiz mana. Eni 12 ga, qalinligi 4, uzunligi 3 metrlik holat, donasi 30 ming so'm. Bular murlar, chorchub, strapilarning yordamchisiga ishlaydi. Chiroyli holatda. Mana bu endi brusimiz. Bu boy to'sin deyiladi. Eni 15 ga, qalinligi 7 mana. Eni 15, qalinligi 7, uzunligi 4,5 metrlik. Juda ham zo'r holatdagi to'sinimiz. Ularimiz 4 metr 380 joylarga uchadigan holatda bo'ladi. Arradan chiqqan plarama mahsulotimiz. Bir donasi 140 ming beryapmiz, 135 ming so'mdan hisoblaymiz mana. Zakaz beraverasizlar. Nechta desalaringiz qilib beramiz. Bu eni 12 ga, qalinligi 4, uzunligi 4 metrlik strapilamiz bu. Bu strapilamizni xo'p, murlatidan boshlab toza strapilasini tanishtirib o'tiramiz narxini. Bunaqa jupligi bor, yarbil bo'ladi mana. Bu murlatga, to'sin tagiga, betonning ustiga sesmani chorchubga ishlaydi. Donasi xo'p, 40 ming so'mdan 50 ming so'mgacha bo'lgan holati bor. 50 ming so'mligi toza nolovka bo'ladi. U tomoni ham 4 burchak, bu tomoni ham 4 burchak. Haqiqiy strapila u, tomga shifr tagiga qo'yiladigan holatda. Mana reykalarimiz mana 2 metrli reykamiz, razmeri 4 ga 4 chiqqan, uzunligi 2 metr, metri 3,5 ming so'm beryapmiz. Mana 3 metrlilari ham bor, 3,5 ming so'mdan 4 ming so'mgacha bo'lgan holati bor. 4 metrli holatlari ham bor, 4 mingdan 4,5 minggacha kelishadigan holatda aloqaga chiqaverasizlar. Mana to'sinlarimizni ham bir qator ham tanishtirib o'tiramiz. Juda ham zo'r holat. Kimga quruq desa quruq, ho'l desa ho'l. Uzunligi 4,5 metrlik to'sinlarimiz. Donasi 120 ming beryapti shularni. Yo 115 mingdan hisoblaymiz. Aziz qadrdonlarga assortiment savdoga chiroyli qilib qo'yib beramiz. Bu mana 4 metrlik to'sinlarimiz. 45 tadan terilgan pachka 65 ming so'mdan donasi. Arzon holati, arzon. Bu 4,5 metrli o'ta ham go'zal holatdagi to'sinimiz mana. Baquvvat bo'ladi. 3 ko'ti bir xilda bo'ladi. Mana orqa tomonlarini ko'rsatamiz. Holati o'ta ham ideal holatda bo'ladi. Uzunligi 4,5 metrlik bo'ladi. Padbor terilgan bu holat kamdan kam holatda bo'ladi, yo'da bo'ladi, har kuni ham bo'lavermaydi. Donasi 200 ming beryapti shularni. Mana aziz qadrdonlar, hamma narsamizni ko'rsatdik degan umiddaman. Ko'rdilaringiz, narxlari bilan tanishtirib o'tdik. Endi ikkilanmasdan aloqaga chiqib, zakaz qilib, uylaringizni bitiraverasizlar. Halol mehnat qilib,
uyim joyim deb yurgan insonlarga videoyimizni podelitsa qilib jo'natib bersizlar. Chiroyli materiallarni uylarini bitkazishga yordam beramiz yaqindan. Juda ham yaqindan yordam beramiz. Xudo xolasa, agar nasib qilib inshaalloh aloqaga chiqsa, kelishtirib chiroyli qilib bitkazib beramiz. Uy qurmoqchi bo'lib tayyorgarlik qilib yurgan akalarimiz shu videoyimizni albatta chiroyli like bilan qo'llab-quvvatlab bersizlar. Keyin qurmoqchi bo'lib yurgan akalarimizga podelitsa qilib jo'natib bersizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, aziz qadrdonlar, yaqinlar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Shunaqangi yana chiroyli yuklar bilan, shunaqangi chiroyli materiallar bilan yana tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa yaxshi ko'rishamiz inshaalloh. Yaqin kunda chiroyli narsalarimizni ham ko'rsatib boramiz. Yaxshi kunda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Salomat bo'linglar.